holat qanday yakun topganini o'zingiz guvoh bo'lgili, e'tibor bering. O'zi svetoforni yashil ishorasidan chapga burayotgan yoki qayrilmoqchi bo'lgan haydovchini qarama-qarshidan yashilda harakatlanib kelayotgan transport vositasi o'tkazib olish kerak. Lekin ikkala haydovchi ham men o'tib ketishga ulguraman deb harakatlangan sababli sari yonib qoldi bu yerda. Endi Cobalt haydovchisi uzoq masofani tezligini oshirdi. Labo haydovchisi chapga buraman tezlikni kamaytirib o'tib ketishga ulguraman deb tezlikni kamaytira bilmasdan bir-bilan to'qnashib ketdi bu yerda hozir. Mana Labo haydovchisi chapga urayotgan qarama-qarshi o'tkazib olish kerak edi baribir bu vaziyatda. Lekin bu yerda yana ham katta e'tibor bergan holatda ichidan odam otilib chiqib ketdi. Nimaga? Yo'l harakat qoidasining 9-bandini Labo haydovchisi buzganligi sababli. Chunki 9-bandda xavfsizlik kamar taqish kerak yozib qo'yilgan. Iltimos hurmatli haydovchilar, qoidalar bekorga chiqarilmagan. Qoidalarga rioya qilinglar. E'tiborli bo'linglar. Videolarimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishingizdan chiqmasin.